Salom, mening ismim Zamira Bilol va siz mening kanalimdasiz. Bu yerda butun dunyodagi jinoiy manyaklar, seriyali jinoyatchilar va olamshumul jinoyatlar to'g'risida bilib olasiz. Bugun sizga 20-asr dahshatli qotili, Sisir davrida yashab o'tgan va butun dunyoga mashhur bo'lgan inson qiyofasidagi maxluq to'g'risida bilib olasiz. Vaholanki, kriminalistika dunyosi undan ham shafqatsiz qahramonlar biladi. Ammo shu qotil ismi orqali bizga manyak so'zi kirib keldi va uning ismi bilan chambarchas bog'lanib qoldi. Bu seriyali manyak Andrey Chikatilo. Biz butun umrga uning sud zalidagi qiyofasi, ya'ni sovuq nigohi, semiz linzali ochkisi, qo'rqinchli chehrasi va telbali iljayishi bilan xotiramizda muhrlab oldik. Xo'sh, nima uchun hibsga olish uchun 12 yil ketdi? Qancha begunoh insonlarni aybladilar? Nima sababdan Chikatilo dahshatli qotilliklarni bo'yniga oldi? Rostdan ham Chikatilo aqli raso, hushi joyida bo'lganmi? Shu savollarga javob qidirib ko'ramiz. 1981-yilda Rostov-na-Donu shahrida va Rostov viloyatida birin-ketin bir-biriga o'xshash jarohatlar bilan jasadlar topa boshlashdi. 10 talab pichoq zarbasi, bo'g'izlangan, kesilgan tana jarohatlari bilan yosh ayollar va bolalar edi. Eng kichkinasiga Igor Gudkov shu davrga 7 yosh edi va uni aviator parkidan topib olishdi. Eng kattasiga esa 44 yosh. Qotil na guvoh va na dalil qoldirar edi. Kim u va uni nima sababdan shunday dahshat qotillik qilishini tergovchilar bilmas edi. Har xil variant va kriminal yo'llarni qo'llay boshladilar. Shu tariqa shubha orqali ularning qo'liga bolani zo'rlagani uchun 10 yil qamoq jazosini o'tagan Aleksandr Kravchenko tushdi. Va u darhol hibsga olindi. Chikatiloni unutib qo'yishdi. Kravchenkoni esa tuhmat va tergov tomonidan zo'ravonlik bo'lgani sababli alibisi yo'q deb topildi. Qotilliklarni o'z bo'yniga olgani sababli unga o'lim jazosini berib, hukm amalga oshirildi. Manyak Chikatilo shundan so'ng yana dadillashib qonli ovga chiqadi. U qizlarga, o'g'il bolalarga, ayollarga hujum qilib va bu safar misli ko'rilmagan dahshatlik bilan yondashadi. U o'z qurbonlarini o'ldiradi, o'lgan holatida zo'rlab, tana a'zolarini kesib, hatto kannibalizm, ya'ni odam go'shtini iste'mol qilishga boshlaydi. Keyinchalik bu holatni ko'rgan va bu ishni olib borgan tergovchilar jurnalistlar bilan bo'lgan suhbatda bunday vahshiyliklarni birinchi marta ko'rishlarini, psixikasiga ta'sir qilgani va oylab uxlamay yurganlarini aytadilar. Tergovchilar yaqin atrofdagi ruhiy bemorlarni, giyohvandlarni, qamoq jazosini o'tayotganlarni tekshira boshlashdi. Bir xil ruhiy kasallar bu qotilliklarni o'z bo'yniga olgani sababli vaqt boy berildi. Qotilliklar esa to'xtamas edi. Va nihoyat tergovda oldinga katta qadam qo'yildi. Bu manyak shaxsini, ichki dunyosini bilish uchun tergovga psixiatr Aleksandr Buxanovskiy jalb etildi. Buxanovskiy olib borgan mashaqqatli ishi tufayli jinoyatchilar doirasi kichiklashtirildi
va u manyakning haqiqiy ichki dunyo portretini ko'rsatib berdi. Psixiatr Buxanovskiy shunday qotilni ifodalab beradi. U ko'pchilikdan ajralib turmaydi, ruhiy kasal ham emas, jamiyatdan cheklanmagan va oddiy kasb egasi. Unda so'z boyligi keng, ziyoli qilib ko'rsatishi, ichimlik ichmasligi va o'z ishini vaqtida bajaruvchi mehnatkash odam. Qotillikning ko'pchiligi seshanba va payshanba kunlari bo'lgani uchun uning ishi bilan bog'laydi va temir yo'lda ovga chiqishini chamalaydi. 1984-yil kuzda kechasi soat 2da hudud inspektori temir yo'l bekatida 47 yoshli erkakni to'xtatadi. Uning yonida esa yosh ayol bor edi. Uni darhol militsiya bo'limiga olib borishadi va u Andrey Romanovich Chikatilo deb o'zini tanishtiradi. Hibsga olingan Chikatilo o'zini xotirjam tutar edi. Xuddi uni anglashmovchilik bilan olib kelishganini va u ish yuzasidan stansiyada bo'lganini aytadi. Qo'lidagi portfelida esa arqon, sovun, pichoq va vazelin topib olishadi. Va Chikatilo bu narsalar hammasi ish yuzasidan, ya'ni mol tarqatuvchi ishi bilan bog'liqligini aytadi. Tergovchilar unga qarshi dalil topa olmay, qotilning qon guruhi 4-chi, Chikatiloda esa 2-chi guruh bo'lgani sababli qo'yib yuboradilar. Keyinchalik 2-chi qon guruhi e'tiborsizlik tufayli qo'yilgani aniqlanadi. Afsus, bunday sud-med ekspertlarning xatosi tufayli shu davrgacha 36 insonni qotilini qo'yib, yana 6 yil davomida 21 inson hayotiga zavol qiladi. Psixiatr Buxanovskiy ishidan to'xtamay psixologik portretini ochib boradi. U o'ylangan va farzandlari bor deb ta'kidlaydi. Oilada faoliyatsiz, xotini chizig'idan chiqmaydigan odam deb ta'kidlaydi. Oilada ayoli qattiqqo'l bo'lgani va Chikatiloning hirsi past, bo'sh bo'lgani uchun ko'chaga chiqqanda o'zini erkin va hukmdor qilib his etadi. Shu sababdan ojiza ayol va bolalarning ustidan zolimlik qiladi. Unga jiddiy jinsiy buzg'unlik, sadizm diagnozini qo'llaydi. 1990-yil o'rmondan chiqib kelayotgan odamni militsiya xodimi to'xtatadi va u yerda nima qilayotganini so'rashadi. Manyakning so'nggi qurboni 22 yoshli fohisha bo'lgan. Chikatilo o'rmondan chiqib uyiga ketayotganida militsiya xodimiga duch keladi. U hujjatlarni ko'rsatishni talab qiladi va garchi erkakni ushlab turmagan bo'lsa-da, har ehtimolga qarshi uni raportda eslatib o'tadi. So'ng qizning jasadi topilganda tergovchilar bu raportni ko'tarib, tanish familiyaga duch kelishadi va orqasidan nihoyat kuzatuv boshlanadi. Ovga chiqqan maxluq, seriyali manyak Andrey Chikatilo 1990-yil 20-noyabr hibsga olinadi. Manyakning uyidan 23 ta oshxona pichog'i, qurbonlarni o'ldirgan bolg'a, izlari murdalardan birining iziga to'g'ri keladigan poyafsal, arqon, vazelin solingan portfel topildi. Biroq bularning hammasi bilvosita dalillar edi xolos. Shunda tergovchilar psixiatrdan yordam so'rashadi.
tergovchilar manyakni davolanishga yuborishlariga ishontirishadi. Faqat hamma narsani psixiatr Buxanovskiga aytish kerakligini ta'kidlashadi. Psixiatr qotilga uning kechirmalarini, ichki dunyosi haqida gapira boshlaydi. Chikatilo chidolmay yig'lab yuboradi va ko'rsatma bera boshlaydi. Chikatilo o'z aybiga iqror bo'lgan 55 ta qotillikdan ayblov hukmiga faqat 50 tasi kiritilgan va tergov ularni isbotlay oldi. Manyak 3 marta sud psixiatrik ekspertizadan o'tkazildi va har safar uning to'liq aql rasoligini tasdiqlandi. Bu qotilga o'zini aqldan ozayotgandek ko'rsatishga va iqror bo'lishdan bosh tortishga xalaqit bermadi. Sud zaliga Andrey Chikatiloni jabrlanganlarning oila a'zolari ko'pchiligidan orqa eshikdan kuchaytirilgan soqchilar bilan olib kelindi. Sud zalida manyak Chikatilo ularning ko'zlariga qarashga majbur bo'ldi. Sud zalida Chikatiloga o'lim jazosi hukmi berildi va bu hukm jabrlanganlarning oila a'zolari tomonidan gulduros qarsaklar bilan qarshi olingan. Учитывая чудовищные злодеяния, что он творил, судебная коллегия не может не назначить ему единственное наказание, которое он заслуживает, исключительную меру наказания, и приговаривает его к смертной казни. Nihoyat 1994-yil 14-fevralda Chikatilo boshining orqasidan otib o'ldirildi. Uni Novocherkassk qamoqxonasi qabristonidagi nomsiz qabrga dafn etishdi. Oilaning barcha a'zolari, hatto qaynog'asi ham ismi sharifini o'zgartirib, yangi joyga ko'chib ketishdi. Ular qo'rqinchli qarindoshini butunlay unutishga harakat qilishdi. Har qanday yovuz ish bir kunmas bir kun fosh bo'ladi. Bu manyak Andrey Chikatilo tarixi edi. Yana chuqurroq ma'lumot olish istasangiz, kommentariy qoldiring. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Obuna bo'ling va keyingi video mavzusini taklif eting.